Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Mana biz hozir Samarqanddagi yangi ochilgan Al-Buxoriy ziyoratgohiga keldik. Yaqinda men Hindistonga borib keldim. Xabarlaring bor. Hindistondagi Agra bilan birga bir desa ham bo'ladi. Undan chiroyli bo'lsa chiroyli, lekin unaqa emas. Mana ko'rib turganlaringizdek hojatlarni olib keldik. Dadam hojata, hojona hammalari bor mana. Ko'rib turganlaringizdek. Xudo xolasa ichkarida namoz o'qishga harakat qilamiz. Mana bu basseni kelmaganlar bo'ladigan bo'lsa bassenchasi bor ekan mana. Mana bunday qo'laylik osonroq bo'ladi. Mana bu yerda hojonalar hammaligi shu yerda. Mana zinaga chiqib kelibsiz. Hojatalar, assalomu alaykum. Charchamasdan keyin ko'rishib ham qo'yik. Isroil otaning o'g'li bo'laman. Nasib qilsa birga siz bilan umralarga borish nasib qilsa, hajlarga aylanganmizda hammamizda. Men ham siz bilan qo'shilayin degan keyingisida. Mana shu otalarni hammasini olib hojanalar oldinda ketyapti. Xolasa bilan ichkarilarni ham hozir kirib ko'ramiz. Haj bo'laring bizni chaqirtiringlar. Kim? Yo'q, o'sha to'g'ri. O'zini topib olamiz. Mana shu davlatga chiqqan joyga Mana. Buni ustiga kam kimlar? Yo'q, shu yerda mana shu yerda. Hojanalar ketyapti. Mana jonim bor, o'zimda enam bor. Yonamlar, hajanamlar, hojinamlar, hoji kenayimlar, hammaga hoji. Nasib qilsa bizlarga ham birga borish. Ko'rib turganlaringizdek juda ham chiroyli. Atrof ko'rib turganlaringizdek dahshat. Turist bilan to'lash. Sham bozor kunlari kelsangiz buni. Rasmga tushiraymi? Rasmgami? Mana endi xudo xolasa ichkariga kiryapmiz. Ziyoratda odamlar ko'p. Mana bu yerda ro'mol sotishadi. Mabodo boshingizda ro'molingiz bo'lmasa, bu yerga kira olmaysiz ekan. Ro'mol sotib olasiz, shuning uchun uydan iloji boricha ro'mol olib kelishga harakat qilinglar. Bu yerda erkaklarning namozxonasi bor ekan. Malakali tahoratdan namoz o'qib chiqsa bo'lar ekan. Bunga kiramiz albatta. Biz hojanalar bilan aylanamiz, xudo xolasa mana. Oralarda hocanam yomon kuchlar. yana bir marta eslatma, agar siz Al-Buxoriyga kerak bo'ladigan bo'lsa, ayniqsa ayollarimiz ro'mol olib olinglar o'zlaring bilan. Agar ro'mollaringiz bo'lmaydigan bo'lsa, ichkariga kiritilmaydi va tashqarida 25 mingdan ro'mol sotib olishga to'g'ri keladi. Shuning uchun o'zlaringiz bilan ro'mol olib olishga harakat qilinglar. Turistlarimiz ham yurishibdi, mazza qilib. Juda ajoyib. Ular ham hayron.
eshitib arzondan olganman de. Mana bu yerda hojonalar bir-birini urishib ana topishdilaringizmi? Konuştuk zo'r. Ha, bu shunday. Soyada turyapti deng. Bu yoqqa nimaga kiryapsan yerga? Ha? Ana muzey naryoqdami ekan? Ha, Muqay? Yo'q. Bu yerdan kiradi ekan, odam tagida qabrga boradi ko'rish uchun. Qabr muzey emas ekan. Pul berib kiraman? Muzey ochilmoqda. Ana namoz o'qiydigan joy. Muzeyga kirish mana to'g'rida ekan. Ana. Qabrni ko'rishlar niyatlariniz yo'qmi? Bo'ldi. Ana annasini oqdan qo'yadi. Yaxshi. Ana, hop. O'ng tarafdan kiradigan bo'lsa, bu yerda qabrga kirar ekan, buning ostida qabr bor ekan, shu yo'l ostidan shu yerdan kirar ekan. Tepada buni hojanani olib chiqyapti. Baquvvat bizim polvon. Malades. Shunday kirib hozir ko'rsatamiz. Al-Buxoriy maqbarasi ostida qabri bor. Qabrga shunday kirib kelganda mana bu yerdan tagi yer ostiga kirib ketib, yer ostidan kelinar ekan. Xudo xolasa, kirsak uni ham ko'rsatamiz. So'ramadim, pullimi, bepulmi bilmadim. Muzeylari shuncha hali ochilmagan. Bu meni hojamman bo'ladi. Bugun mazza bo'ldi mana. Mana hojonalar kelyapti. Assalomu alaykum. Hamma hojonalar shu yerdami? Turistlar bor. Yoqda mana tanishtiruv jarayonlari ketyapti. Ya'ni gid deydimi? Gidni o'zbeklarga tushuntiryapti. Gidlari ham bor. Hojanimlar rasmga tushyapti. Menga bering, tushirib qo'yaman. Menga bering. Kimnikida tushdingiz hozir? Ming yillar mobaynida kelib, siz singari yaxshiga faqatgina sog'liqni bo'lsa, mana shu joylarimiz tashlandi, xaroba holga ketib bo'ladi. Hagida. Ana shundagina ketdi. Moskvaga indoneziya arxeologiyasi Zont ochamiz, ma. Xo'pdir. Men hozir Mana ochilmaydi. Men qo'lim ishganda shuni Ha, uni qo'li ali qabrgacha chiqib ketgan. Rahmat. sizdan ming so'm. Mana xudo xolasa davlat Muhammad sallallohu alayhi vasallam hammalari mazza qilib yurishibdi. Hojonalar. Va issiqda soya yoqadi, lekin bugun havo ajoyib bo'ldi shanba kuni. Isloh. Bir de saat 8'e girdik bu oraya. Taraflar yopiq. Yopiq zdaniya. Amatcan, qanday bo'lyapti? Yaxshimi? Aslida zo'rmi? Ha? Nima deysan? Aslida Qattiq ayt. Endi ayt. Eshitmadim. Yerlarning eng chiroyli o'lishi bo'ladi. Shu chiroyligidan ko'p gapiravermaydi, uyaladi.
Mana shu yerdan tushyapti mana. Hammaligi. Ming yillik chinorlar. Ming yillik chinorlari mana. Maşallah, bir ajoyib joylardamizda qadrdonlar. Mana hamma kelib ziyorat qilsa, menimcha shu payg'ambarimizni ziyorat qilgan deb bo'lsa kerak. Chunki payg'ambarimizni oldilariga borib Al-Buxoriy yurtidaman desa, quchoq ochib yig'lab kutib olishadi. Ana shunaqa buyuk insonlarning farzandlarimiz kelib ziyorat qilish kerak. Ikkinchi haj desa ham bo'ladi. Ziyoratdan chiqishyapti. Osqalqadan kirib, mana bu yerdan ziyoratdan chiqib kelishyapmiz. Shunaqa. Orqada bo'lsa kerak. Bu yaxshi ish emas, ona, lekin yomon ish qildingiz. Davlat boshlandi. Ha, bu mashaqqat yaxshi buni. Suv ichasanmi desam, davlat yo'q deydi. Mana shu yerda o'tirib, mana bu ziyoratni siz qabul qilaman. Ha, yur shaxta kutib turamiz eshigini oldida. Mana qani. Oyoq og'ridimi? Ha, og'riydi, yur hal. Tahoratxonasi qayerda uni? Ha? Oyoqni bor. Ha, o'sha. Tezda joy sig'madi bo'lsa. Muhammad topib, "Sen ham kelaman" deb janjal qilib qoldi. Xudo xolasa men ham krossda yurasam. Ha, eshikning oldida kutib turaveramiz, yana ichkari kirmay turamizda faqat. Ha, yana eshikning oldida kutib turamizda. Ularda u. Asodingizmi? Qara, yo'q, to'xta, buni bos. Buni bir tot o'zingga, tort. Buni tot, buni. Tot. Ha, bos endi. Buni bos. Bo'ldi. Ey, apandisan, apandi. Mana, endi xudo xolasa, chiqdikdagi orqa tarafdan namoz o'qish uchun, tahorat olish uchun peshin bo'lyapti ayollarimiz, xojonalarimiz. Tahoratxonaga bu tarafga ketyapti. Mana bu zdaniya chiqqandan keyin tahoratxonasi ekan. O tarafda ham tahoratxonasi bor. Kirishda ham bor, chiqishda ham tahoratxonalari bor. Shu tahoratxonada tahorat olib, xudo xolasa oqajonlarimiz peshin namozlarini tugatib olishadi. Mana, malades, Alloh rozi bo'lsin. Bolalar hammasi shu yerda. Mana. Masjid ko'rak. Xayyalar o'zim qarab tursa chiqanlarga shu. Qaratim bor. Unda nima boryapsiz yo'qa? Tahorati bo'lsa. Tahoratdan o'sha borlar yana orqaga qaytib, endi masjidga yana boshqatdan kirib namoz o'qishga harakat qilamiz. Oxirida edi.
Ana hojati, charchamadingizmi? Yaxshi. Qanday? Qur'oni Karimni o'qib o'tiribman-da. Oh, maşallah. Qani o'qib bo'lsa deysizmi? Chiroyli joylari. Vardı rasmga tushir deyman. Eslar aka. Zaram g'animat. Shunday. Ha, xudo xolos uzoq yashaysizlar. Birga umralarga boramiz. Boyaga yaxshi-da endi. Keltirib o'qiganlarimiz yaxshi. Bugun 11-aprel 2026-yil. Kecha shunaqa yomg'ir bo'lgan. Umuman kelish imkoniyati yo'q. Mana Alloh yo'lni berib to'g'riladi. Shunaqa ob-havo Toza havoda. toza havo, osmon ochiq, odam ko'p, shanbaga juda ko'p bo'lar ekan. Ikkinchi hajdamiz deng. Ikkinchi hajdamiz. Imom Buxoriy. Xolasa Imom Buxoriy ziyoratlaridamiz. farzandi bajarib ketamiz. Xohlasa. Hozir juma namozini o'qishni nasib qilsa, xudo xolasa. Peshin namozini. Manzara. Stolda o'tiribdi. O'tiribdi stolda. Stolga o'tiramiz. Öyle. Ha. Gördüm. İsmail mi? Evet, İsmail. Gördüm. Ha. Arkada hacatalar. Telefon yakarım. Ne hacatalarımız. Ama şeyi var mı bunlar? Ya sakallı bana. Bunlar endi stolda emas, bunlar. Ana İsmail yakam stolda. İsmail. Sen şeyde çok kalan basayım okuyunuz. Bizden dadam bilan xudo xolasa mana shu yerda 2 rakat nafl namoz o'qib oldik. Yana bir 15 utlab qoldi peshinga. Ichkarida atmosfera juda zo'r, masjid juda zo'r, bemalol kelib ziyorat qilib ketadigan joyga kelinglar. Mana bu ichkarisi. Keyin uyga ursang bo'ladi-da. Sizga. قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Hormatli jamoat, ikki yo'nalishda Mana biz endi peshin namozlarini Imom Buxoriy masjidlarida o'qib, dadam bilan chiqdik. Mana shu atroflarni bir aylansak, dadam hojonalar ajib fontanni yonida o'tiribmiz deyishdi. Chiroyli bir ziyoratlardan keyin fotosessiya qilsak, xudo xolasa ketamiz endi. Dada qanday? Oyog'ini qarang, oyog'ini. Qayerda nima turishini bilib olasiz. Bizda bormi shunaqa narsa? Nima u? Hayda, odam zina qo'yish, oyoq qo'yish bor. Ha, u kattalardiki. Temir bo'lish kerak endi. Bu qimmatli. Ha, temir bo'lish kerak dada. Oyog'i buncha ochiq joyi bor-ku, o'sha yerda temir chiqib turish kerak mana bunaqasiga. Temir bo'lish kerak. Shunday. Qayerda? Bizda bu yoqda yo'q. Gel Muhammed git. Hacanalar. Ha?
Oyoqqa uchun nima qo'yman? Faqat plastmassaning o'zi temir yo'q-ku. Kiyilmaydi. Managa kiygizaman. Mana